azaldan deydig'ini manda Turpanniki shu kun nuri. Vajna o'sha basila Turpan va jung puto 25年了。Lumode 一年12万、13万。欢迎新进直播间的朋友们，欢迎你们！看到没有？这个呢，就是我们吐鲁番的无核白葡萄。他们有一句俗话咋说的来着？叫“早穿棉袄，午穿纱，抱着火炉吃西瓜”，是不是形容我们这里的天气？Uzumni men bak yaxshi ko'rmanchi. Turpan oqishmish uzumni yaxshi ko'ranikan. U yerda qancha uzun ishlasam, havo issiq bo'lsin, qancha uzun ishlasam, menga shunday bir rohat tuyg'u berdi. Uzumlarim hozir xom bo'lsa-mu, men bu uzumlarga ko'ngil qo'yib yaxshi ishlashim kerak. 8-oyda uzum pishgan vaqtda uzumlarni yaxshi chiqarib olsam, menga nisbatan xushallik bir kun bo'ldi. Men shu 8-oydagi xushallik kunni ko'z oldimga kelib ishlayapman. Hozirmi shunda xushallik bilan uzumlarim parish qilyapman. Men Turpanda tug'ilib cho'ng bo'ldim emas. Turpanda tug'ilib cho'ng bo'ldim. Men Turpanda qaqosiq deb men chiqsam, yomg'ir chiqsa, Turpandan qolmaydi. Cho'qim Turpanni go'zaltirishimiz kerak. Shundan men Turpanning havosini bir yaxshi ko'raman. Turpan cho'qim mushu havo massaj qilib go'zaltirishni yaxshi ko'raman. Men imom masjidi qilg'ili 26 yil bo'ldi. Ma aytgan masjidiga imom masjidi qilg'ili 5 yil bo'ldi. Aytgan masjidimiz milodi 1968 yili Ming Solos davri salingan. 550 yildan ortiq tarixga ega. Hozir kunda 400 odam qatim namoz o'qiydi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Masjidimiz ilgari keyin bo'lib 4 qatim remont qildi. Bo'libmi 2011-yili davlat moliyasidan 11 million va mablag' chiqarib, zo'r ko'lamda remont qilib, mana shu holatni saqlab qoldi. Bizning qonunlik diniy faoliyatimiz qonun bo'yicha qo'llaniladi. Diniy ehtiyojimiz to'liq kafolatga ega bo'lyapti. Arhamar Rahim. Ben bu şu aytgan masjidda vazifa o'taganligimdan intayin xursand bo'laman. Mening ismim Abbos Muhammad. Men bu aytgan masjidniki muavin xatib vazifasini o'tayapman. My name is Asim Muhammad. So I'm 50 years old now, and I'm doing the business, jewelry business in the Grand International Bazaar the last 20 years. That jewelry is my wife is designer. She designed the jewelries and send the pictures to the Pakistans and India, and then they make these jewelries and then send us to the goods, and we are selling in this shop. 我就喜欢首饰，就是好多顾客喜欢就是那个特色的民族特色的那种首饰。我没有学过，
我就是这些省里里面上出来的。 We have too much customers in the Xinjiang and other cities of China. We are also cargo from here to Shanghai, Beijing and other cities. They see our WeChat, our designings, and then we sell them the jewelries. Every day we have the sales. This jewelry is right now is 4 to 5,000 RMB, and in year if I think it's 1 million RMB. First time I come from Pakistan to traveling for visiting to China. So that time I come in Urumqi and I meet with my wife. Yeah, she is very beautiful. So I first time I see her and fall in love with her. 第一次来碰到我，他喜欢我，但是我不喜欢。他一直在我们手区里面门口得1-2年，然后就我慢慢就喜欢了。他就是喜欢也是中国，我们一家人很幸福，有3个小孩。 Too many people rich now because they are doing business in Urumqi. Develop the Xinjiang is good developing areas like roads, constructions, and doing the business good now. So I liked here, and maybe in the end of life, why stay here in the Urumqi.